Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun biza mana shunaqa chizilgan blok tayyorlaymiz. Mana 10 ta bo'lakdan iborat. Mana birinchi bo'lagimizni mana qo'yamiz. Mana shunday qo'yib, keyingi bo'lakni bu yog'iga qo'yamiz. Mana ikkinchi tarafiga qo'yamiz. Keyin uchinchi bo'lagini bu tarafiga qo'yamiz. Shunaqa qilib, mana shu bo'laklarni tikib boramiz. Mana qadrdonlarim, mana ikki qavat qilib ulab oldik. Mana birinchi buni uladik, keyin buni uladik, mana buni uladik. Mana shu yusinda endi yana qorani bu yoqqa ulaymiz. Keyin yana qolganini bu yoqqa ulaymiz, mana bu yoqqa ulaymiz. Mana shunaqa qilib oxirigacha davom ettiramiz. Mana qadrdonlarim, blokimiz tayyor bo'ldi. Mana 30 ga 30 santimetr. Mana siz xohlagancha qilishingiz mumkin. 40 ga 40 qilishingiz mumkin. 50 ga 50. Lekin faqat mana chizib olgan holatda bajarsa, undan ham yaxshi chiqadi. Mana yana blokimiz shunaqa tayyorlaymiz. Yoniga ulaymiz keyin. U yana katta bo'ladi. Agarda ko'rpa yoki bo'lmasa ko'rpacha qiladigan bo'lsak, unda ko'paytirib yasayveramiz shunaqa bloklarni. Ana inneki chiroyli narsa hosil bo'laveradi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana qadrdonlarim, ikkinchisi ham bo'lagimiz bo'ldi. Mana blok, ikkita blok bo'ldi, mana bir xil. Mana bundoq qo'yish mumkin. Bundoq qo'yish mumkin, mana. Bundoq qo'yish mumkin. Mana xohlaganinizcha qo'yasiz mana. Bunda bu tarafiga ham qo'yishingiz mumkin. Mana bu tarafiga ham qo'yish mumkin. Mana shunaqa qilib bloklarimizni ko'paytirsak, xohlagan narsa tika olamiz. Mana ko'ring. Mana qarang, mana bir chiroyli chiqdi. Allohim quvvat bersin sizlarga ham, ilhom bersin Allohim. Mana bu tarafi undan-da chiroyli chiqdi. Qarang, mana o'rtada chiroyli bir nimadir paydo bo'ldi. Mana yo'llarimiz bir-biriga to'qnash kelib, chiroyli holatda mana yasab bo'ldik blokimizni. Astar ulasak, mana nima xohlasak qilamiz.